Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzu Taymutsuni yo'llari, ya'ni ular noroziliklari va bizga tashlab bergan доказательстволарga ko'ra Taymutsiga bo'lgan adolatsizliklarni olib chiqishga video ishladik. Ularning fikri bo'yicha bizada ko'p tarafkashlik bo'ldi. Buning sababi esa Xonju va unga ishlangan videolar haqida. Lekin men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Bizga tashlab berilgan ma'lumotlar bo'yicha ishlaymiz va bizga tashlab berilgan birinchi ma'lumot bu qizni aytishi bo'yicha oldin fanatka bo'lgan, keyin esa Telegram kanalda Mitsuni baymilarni ko'rib qolgan, Mitsu bilan bog'langan. Xullas, bu narsani Mitsuni o'ziga aytganda, Mitsu uni shunaqa baymiy tarqalgan rasmlari kanalga hech narsa qilmagan. Va bu ham adolatsizlik hisoblanadi. Shuning uchun olib chiqdik. Keyingi adolatsizlik esa Snapchatdan tashlab bergan qiz bu kanallar Mitsuni o'zi Jenny deb hate qilib, unga juda ko'p hate olib kelganligi bo'ldi. Men o'zim ham bu kanallarni analiz qilib chiqdim. Bu kanalda Mitsudan tashqari yana Blackpink Yuska, Only Seonha va Ru Honjuni ham kulib ko'pgina video yasashgan, lekin asosiy tema bu yoqda ham Mitsu bo'lgan.